Dilafruz opa xuddi psixolog desam ham bo'ladi. Ya'ni to'g'risi boshqa mutaxassislar bilan ishlab ko'rmaganman, lekin Dilafruz opani ishlash uslublari menga juda ham yoqdi. Solishtira olmayman. Hamma narsa ko'rindi, yo'l ko'rindi. Ya'ni xayolimda bo'lgan narsalar tizimlashdi. Bermoqchi bo'lgan narsalarim tizimlashdi. Ko'p narsa yodimga tushdi. Ya'ni zo'r ishladik. Eng katta transformatsiya Dilafruz opa bilan ishlaganimda shuncha berilgan sinovlarni bekorga emasligini his qildim. Eng katta qiymati qadriyatdan og'ishish kerak emasligini boshqa misollar bilan ham tushuntirib berdilar. Tizimlashadi hamma narsa. Dilafruz opani kurslarida juda ham ko'p narsa xaos tizimlashadi. Ya'ni tuman tarqaydi. Dilafruz opa Toshkentdagi eng zo'r o'sha sizlar havas qiladigan millionerlar bilan, ya'ni uncha-munchaga konsultatsiya bermaydigan insonlar bilan o'tirib dars yozadilar. Agar siz ekspert va yoki biznes yo'nalishida ishlasangiz, xodimlaringiz bilan ishlashni tizimlashtirish bo'yicha aynan Dilafruz opani metodologik kursini tavsiya qilaman.